Sizga bitta sirni ochaman, hech kimga aytmang. Orzular amalga oshirish xususiyatiga ega. Do'stlar, sizlarga 2,5 sotixdan iborat kattagina kvartira topib qo'ydim. Havas qilganlarga albatta nasib qilsin. Hozirdan bitta like bosib qo'ying, sizga uyda tushuntirib chiqaman. Asosiy tashqaridan kirish qismi va mana bunday juda ham katta keng bo'lgan hol qismlari. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli holatda remont qilingan va eng so'nggi mebellar bilan jihozlangan. Juda ham katta. Uy ikkita uy bitta qilingan, ya'ni 252 kvadrat foydali maydonga ega. Ko'rishimiz mumkin, ko'rdingiz holatlarini. Birinchi mana bu yotoqxonadan boshlaymiz. Tasavvur qiling, xuddi sizni yotoqxonangizga o'xshab ketarkan-a, to'g'rimi? Havas qilganlarga nasib qilsin. Kattagina yotoqxona, ko'rib turgan barcha jihoz texnikalaringiz qoladi. Hatto mana bu muzlatkich ham. Qarang, hatto muzlatkichlargacha qo'yib qo'yishgan. Ranglarini o'zi odamni o'ziga tortadigan darajada haqiqatan zo'r. Hamma mebel jihozlari sifatli mebellardan foydalangan. Yonida alohida bitta xona, garderobniy xona. Ko'rishingiz mumkin, qarang. Ko'cha tarafga qaragan uy skvoznoy holatda, ko'rishingiz mumkin. Shahar markazida joylashgan, Novostroyka domda joylashgan. Bu tomonlarini keyin ko'rsatamiz. Oldin bu tarafga o'tsak, ikkinchi tarafga mana bunday kenggina hol qismlari ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qizalog'ingiz uchun bitta alohida xona, kengligi juda ham katta ko'rishingiz mumkin. Mana bunday shkaf mebellargacha. Xullas, barcha mebel texnikalari qoldiriladi. Mana bu yerda o'tirib nimadir qilsangiz ham bo'ladi. Va bu tomonda mehmonxonasini ko'rishingiz mumkin. Qarang, mehmonxonani o'zi ikkita katta xonani razmerida juda ham katta, 12 ta mehmoningiz uchun bemalol joy tayyor, mehmon kutishga tayyor holatda. Barcha jihozlar bilan jihozlangan, sifatli attachmentolar qilingan. Bu tomonda esa bolalar xonasi. Ikkita farzandga joy qilib qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. Xonani kattaligi juda ham katta, o'zini balkoni ham mavjud va chiroyli sifatli mebellar bilan jihozlangan. Barcha jihoz texnikalari qoldiriladi. Bu ikkinchi tomon va bu birinchi tomonni yarmi. Bu yerda sanuzelni ko'rsatmadik sizlarga. Bu yer sanuzelni ikkita ko'rishingiz mumkin. Bu birinchisi. Barcha qulayliklarga ega va kafellar qilingan. Bu tomonlar ham oyoq taglari kafel qilingan, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yana bitta xona, kattagina. Bu yerni ham o'zini alohida balkoni mavjud. Va sizni ikkinchi sanuzelga kiramiz, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda joydan muammosi yo'q. Ko'rishingiz mumkin, mana juda ham kattagina. Kafellar qilingan, holatlari juda ham yaxshi holatda. Uy svejiy remont holatida, deyarli hali 1-2 yil ham bo'lmagan bu yashash boshlangan gibi. Endi esa oshxona qismlariga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, oshxona ham juda ham katta, keng. Mana oshxona qismlarini ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli mebel texnikalaridan foydalanishgan. Mana bularning o'zi ham toshdan qilingan. Qarang, o'zini balkoni mavjud. Bu yerda mana o'tiradigan joylarigacha konditsioner, xullas barcha qulayliklarni qilib qo'yishgan. Manzilga keladigan bo'lsak, do'stlar, shahar markazi, 2-maktabda yonginasida joylashgan 10 qavatli Novostroyka binoni o'rtasida, ya'ni 5-qavatida 252 kvadrat foydali maydonga ega 6 xonali ikkita uy bitta qilingan kvartira, do'stlar. Barcha jihoz texnikalari bilan birga egalar tomonidan $197,000 baholanyapti. Albatta kami bor. Qiziqqan aloqa raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Havas qilganlarga nasib qilsin, hammadan ham mana shunday uylarda yashash nasib qilsin. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.